Aziz sirdaryoliklar, kommunal to'lovlar bu har bir xonadonning tartibi, mahallaning obodligi va viloyatimiz barqarorligi bilan bog'liq muhim masala hisoblanadi. Kommunal intizom barqarorlik va obodlik garovi hisoblanadi. Uyimizga suvning uzluksiz kelishi, ko'chamizning obod bo'lishi, ko'p qavatli uylarimizni soz holda saqlanishi, bularning barchasi mana shu to'lov intizomiga bog'liq. Bu mablag'lar ortidan minglab insonlarning mehnati, butun bir tizimning barqaror ishlashi turibdi. Agar to'lovlar o'z vaqtida amalga oshirilmasa, eng avvalo xizmat sifatiga salbiy ta'sir qiladi. Biz hududimizni tartib va barqarorlikni ta'minlashni ustuvor vazifa deb bilamiz. Shu bois har biringizni kommunal xizmatlar bo'yicha qarzdorlikni o'z vaqtida to'lab qo'yishga chaqiraman. Har birimizda bu nafaqat shaxsiy mas'uliyat, balki jamoatchilik oldidagi burchimiz ham ekanligini aslo unutmasligimiz kerak. Bugun Erkinjon Turdimov rahbarligida Sirdaryo viloyatida kommunal xizmatlar sohasida yuzaga kelgan debitor qarzdorliklarni qisqartirish masalalariga bag'ishlangan muhokama viloyat ahliga qaratilgan ushbu murojaat doirasida boshlandi. Hokimlik soati doirasida o'tkazilgan muhokama tanqidiy ruhda o'tdi. Yig'ilishda ichimlik suvi, maishiy chiqindi va majburiy badal bo'yicha holat atroflicha tahlil qilinib, kommunal sohadagi moliyaviy intizom xizmatlar barqarorligi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega ekani ta'kidlandi. Joriy yilning 1-fevral holatiga ichimlik suvi bo'yicha qarzdorlik 17,5 milliard so'mni tashkil etgani, eng yuqori ko'rsatkichlar Guliston shahri, Bayot, Sirdaryo va Guliston tumanlari hissasiga to'g'ri kelayotgani tanqid qilindi. Fevral oyida reja 102% ga bajarilgan bo'lsa-da, ayrim hududlarda kamchiliklar saqlanib qolayotgani, ishlar tizimli tashkil etilmayotganini ko'rsatishi qayd etildi. Maishiy chiqindi xizmati bo'yicha qarzdorlik 15,4 milliard so'mga yetgani, fevral rejasi esa atigi 60% ga bajarilgani aytildi. Ayrim tumanlarda ko'rsatkichlar 40% atrofida qolgan mutasaddilarning mas'uliyatini oshirish zarurligini ko'rsatish alohida ta'kidlandi. Shuningdek, mazkur sohada moliyaviy barqarorlik ta'minlanmasa, sanitariya va ekologik holatga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi bildirildi. Majburiy badal bo'yicha ham reja to'liq ijro etilmagani qayd etilib, mutasaddilarga manzilli ishlash va qarzdorlikni qisqartirish bo'yicha aniq vazifalar yuklatildi. Yig'ilish yakunida kommunal sohada intizomni kuchaytirish, qarzdorlikni bosqichma-bosqich kamaytirish va xizmatlar uzluksizligini ta'minlash bo'yicha qat'iy choralar belgilandi. Umuman olganda, kommunal soha bu ikkinchi darajali masala emas. Yana bir marta takrorlayman, agar kommunal sohada intizom bo'lmasa, hech qaysi tarmoqda barqarorlik bo'lmaydi. Hammasi bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Xalq ishonchini qozonish uchun xizmatlar barqaror, shaffof, adolatli bo'lishi shart. Tarmoqlar aynan shu tamoyil asosida ishlashi kerak. Bizdan aholi hisobot emas, natija kutadi. Unday qildik, bunday qildik degan gap kerak emas aholiga. Gazi bo'lib tursa, sveti o'chmasa, boshqaruv servis kompaniyasi o'z vaqtida xizmat qilsa, chiqindini o'z vaqtida olib ketsa bo'ldi. Aholi bizdan shuni kutyapti. Boshqa hech narsa so'ramaydi. Bizlarning balandparvoz gaplarimiz qiziqtirmaydi ularni. Suv kelib tursa, sveti o'chmasa, chiqindini o'z vaqtida olib ketilsa, mana shuning o'zi bizga eng katta baho. Shuni hamma tushunishi kerak. Internetga kirsangiz, ayrim joylarda chiqindi olib ketilmagani, suv quvuri yorilib, suv ko'chaga oqib yotgani haqida postlarni ko'rasiz. Demak, tarmoqlarimiz hali ham ishni to'liq tizimli yo'lga qo'ya olmagan. Ko'rga hassa tutganday. Telegramga tashlagandan keyin shoshilib borib 15-20 ta rasm bilan bajarildi deb hisobot berish bu yechim emas. Muammo chiqqandan keyin yugurish emas, muammo chiqmasdan oldini olish kerak. Tizim shunday ishlashi shartki, aholi avval post qo'yib, keyin amal ko'rilishini kutmasin. Kamchilik aniqlangan zahoti joyida bartaraf etiladigan, nazorat va mas'uliyat aniq belgilangan tartib bo'lishi shart. Bizga ko'rsatmali aksiya emas, janob Akramov. Barqaror natija kerak. Bir kunlik shov-shuv emas, doimiy tartib kerak.
Agar har bir tarmoq o'z vazifasini vijdonan, tizimli bajarsa, internetdagi tanqidiy postlar ham kamayadi. Eng muhimi, bizning fuqarolarimiz rozi bo'ladi. Har bir rahbardan talab bitta: tizimli muammoni hal qilib, oldindan ko'ra bilib, muammoni yechishdan iborat. Xalqqa halol, vijdonan mehnat qilayotganligingizni o'zingizning sifatli xizmatingiz bilan isbot qilib bering har kuni. Mana shunda sizga eng katta baho beriladi.